Amerika va Yevropa traklari haqiqiy farqlari qayoqda? Bugun ko'pchiligimizni qiziqtiradigan, lekin hamma ham aniq chuqur tushunmaydigan bitta mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu Amerika bilan Yevropadagi traklarni, ya'ni yuk mashinalar o'rtasidagi farqlarni ko'rib chiqaylik. Ko'pchilik bu ikkala davlat traklarini farqini faqat tashqi ko'rinishda deb aytishadi. Ko'pchilik bo'lsa Amerikani traklarini chiroyliroq, yana kimdirlar bo'lsa Yevropanikini zamonaviyroq deb aytishadi. Lekin gap aslida faqat dizaynda emas, undan tashqari ularning qulayligi, motori, yoqilg'isini sarfi, xavfsizligi, servisi, haydovchilar uchun qulayligi hamma narsasida farqi bo'ladi. Kelinglar, shu narsalarni oddiy tilda bitta-bitta ko'rib chiqsak. Birinchi bo'lib dizayn. Nimaga Amerika traklarini uzun burunli, ya'ni oldi uzunchoqligini ko'rib chiqaylik. Eng birinchi ko'zga tashlanadigan farqi bu albatta hammamizga aniq, Amerika traklari uzunroq, mashhurroq bo'ladi. Freightliner, Kenworth, Peterbilt kabi modellari bor. Ularning deyarli hammasi umumiy jihati uzunligi, kapotining kattaligi, motori oldida joylashganligi hisoblanadi. Bu dizayn bekorga paydo bo'lmagan. Amerika yo'llari kengroq va kattaroq, burilish ham kengroq bo'lgani uchun ularning traklarini bunaqa kichkina qilishi muammosi bo'lmagan. Bundan tashqari Amerika traklari ko'pincha haydovchi uchun qulayroq, servis qilish uchun osonroq, motoriga kirib chiqib uni remont qilish uchun osonroq bo'lishi uchun shunaqa qilingan. Yevropada esa vaziyat ozgina boshqacha. Bu yoqda Volvo, Scania, MAN, DAF, Mercedes-Benz kabi traklar asosiy hisoblanadi. Ularning asosiy belgisi bu cab over, ya'ni dvigatel, motor kabinaning ostida joylashgan. Nimaga? Chunki Yevropa yo'llari kichkinaroq, shaharlar zichroq, burilish bo'lsa ozgina qiyinroq. Uzunlik bo'yicha bo'lsa qat'iy bir cheklovlar bor. Shuning uchun ham Yevropada traklar maksimal darajada ixcham aerodinamikasi bo'lsa qulayroq qilingan. Xullas, dizayn masalasida Amerika kenglik va qulaylik uchun yaratilgan traklar. Yevropada bo'lsa ixchamlik va samaradorlik uchun yaratilgan. Kelinglar, endi ikkita davlatdagi traklarni motorlarini ko'rib chiqsak. Menimcha eng ko'pchiligiga qiziq joyi bu motorlari bo'lsa kerak. Amerika traklaridagi eng mashhur motorlar bular Cummins, Detroit, Packard, Mack hisoblanadi. Misol uchun Detroit D15 olaylik, 14.8 litrli motor ko'pincha 450-500 ot kuchi atrofida ishlaydi. Yana bitta mashhur variant Cummins X15 bo'lsa 500 dan 600 plus ot kuchiga chiqishi mumkin. Amerikada motorlar odatda katta hajmli, past aylanish kuchiga ega bo'ladi. Uzoq masofaga mo'ljallangan bo'ladi. Yevropada bo'lsa yondashuv ozgina boshqacha. Misol uchun Volvo D16, Scandia V8 bu dvigatellar 700 ot kuchiga chiqadi. Lekin asosiy farq shundaki, Yevropadagi motorlar yoqilg'ini tejaydi, ya'ni tejamliroq, ekologiya standartlariga ancha amal qilishgan. Samaradorlik ko'proq hisoblanadi. Shuning uchun ham tushunishimiz kerakki, Amerika va Yevropadagi faqat ot kuchida emas, solishtirish uchun ularni tezliklari limitlari, yuklarining og'irligi, yo'l sharoitlari shunga o'xshagan bir qancha bir-biridan farqli jihatlari bor. Qaysi biri kuchliroq emas, qaysi biri qayoqda ishlash uchun qulayroq qilib yig'ilganligiga e'tibor berishimiz menimcha asosiy jihat bo'ladi. Endi kelinglar, birgalikda kabinasi va qulayliklarini haydovchi qayoqda yaxshiroq o'zini his qilishini ko'rib chiqaylik. Endi eng bahsli joyiga keladigan bo'lsak, haydovchilar uchun rostini aytadigan bo'lsak, Yevropa traklarining ichki dizayni ko'pincha zamonaviyroq ko'rinadi. Elektron panellar, sensorli ekranlar, xavfsiz tizimlari, qo'shimcha avtomatik funksiyalar. Lekin Amerikadagi traklarning eng katta ustunligi bu katta ichidagi joy hisoblanadi. Amerikadagi kabinalar juda ham katta, bahaybat bo'ladi. Bu oddiy kabina emas, deyarli bitta kichkina uy desak ham bo'ladi. U yoqda katta yotoq, muzlatgich, mikrovolnovka, stol, shkaf, televizor, hattoki ishonasizlarmi, dam olish zonasi ham bor. Ba'zi haydovchilar haftalab, hattoki oylab yo'lda bo'lishadi. Shuning uchun ham ularga maksimal qulaylik yaratish uchun shunaqa sharoitlar qilib berilgan. Yevropada bo'lsa, traklar ixcham, kichkina, tartibli, qisqa masofalar uchun qulayroq. Shuning uchun ham uzoq masofa va yashash uchun qulaylik Amerika traklaridan ko'ra birozgina kamroq desak bo'ladi. 4-chi eng asosiy jihatlardan biri bu xavfsizlik. Qaysi bir traklar xavfsizroq? Endi kelinglar, xavfsizligini ko'rib chiqaylik. Mana bu aniq 100% xavfsizroq deb aytish
qiyin. Lekin bir qancha brendlar o'rtasida crash testlar o'tkazilgan, statistikalar ham bor, lekin mantiqan bitta narsa bor. Amerika traklari old tomondan uzun kapoti bor. Bu nimaga foyda keltiradi? Avariya bo'ladigan bo'lsa, haydovchi bilan zarba orasidagi siqilish zonasi kattaroq bo'ladi. Yevropada motor kabina ostida bo'lgani uchun ham oldi qismi qisqaroq. Lekin Yevropa traklari boshqa jihatlardan kuchliroq, ya'ni xavfsizroq texnologiyalar bilan jihozlangan. Bunga misol adaptive cruise control, favqulodda tormoz tizimi, yo'ldan chiqib ketish, ya'ni lane change'larni oldindan aytadigan, to'qnashuvni kamaytirish uchun ishlatilgan texnologiyalar ko'proq. Xullas qilib aytadigan bo'lsak, Amerika traklari xavfsizroq ko'rinsa ham Smart Safety tomonidan Yevropa traklari oldinda, texnologiya tomonidan oldinda desak bo'ladi. Servis va ishonchli jihatiga qaraydigan bo'lsak, qaysi biri arzonroq turadi? Eng katta savol bu, qaysi bir servis kamroq pul yeydi yoki ko'p holatlarda Amerikada servis oddiyroq, ehtiyot qismlari ko'proq topiladi, ayniqsa Amerikani o'zini ichida. Ta'mir qilish osonroq bo'lishi mumkin. Yevropada bo'lsa texnologiyaga ko'proq, sistemalar murakkabroq, ba'zan maxsus servis kerak bo'lib qoladi. Ya'ni oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, Amerikada tuzatish oddiyroq, Yevropada aqlli lekin murakkabroq qilib tuzilgan. Xullas, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, Amerika zo'r, Yevropa yomon degan gap yo'q. Yevropa ham zo'r, Amerikada ham eskirgan, Yevropaniki yangi deyish ham qiyin. Har ikkasini ham o'zini bozoridan, shart-sharoitidan chiqib ustunlik tomonlari bor. Misol uchun, agar Amerikada uzun burunli traklar Yevropadagi tor ko'chalarga kirib qolsa, o'tda yurishga, haydashga qiynalib qoladi. Agar Yevropadagi kabinali traklar Amerikada yuqori tezlik bilan uzoq magistrallarda, yo'llarda uzoq masofa bosadigan bo'lsa, u ham qiynalib qoladi. Xullas, eng zo'r trak sizning yo'lingizga mos keluvchi trak hisoblanadi. Agar sizlarga traklar mavzusi yanada qiziqroq bo'lsa, Amerikaga borganimda Volvo kompaniyasining 2026-yil modelini obzorini video qilib olganmiz. Shu videoga kirib, sizlar Amerikadagi yangi traklarni qanaqangi texnologiyalar ishlatilayotganligini, ularning ko'rinishini va undan ham ko'proq ma'lumotlarni bilib olsanglar bo'ladi.